Xotima. 26 kunlik bexatar yo'l Hirotga olib keldi. Hirot voliysi ularni xushxabar bilan qarshiladi. Ko'shkdan kelgan darakka qaraganda Orenburg yo'li ochilib, Muhammad Valixon Moskvaga yetib borgan. Moskva vakolasi esa Toshkentga beshikast kelib, Hirot sari otlanmoqda ekan. Noyib safforatxona uchun Chahorbog' atalmish hukumat o'rdasi yonidan bir saroycha tayin qilib qo'ygan ekan. Shu yerga tushishdi. Shuvalov, Ushinskiy va Kobuldan birga qaytayotgan qizil askarlar bu saroychada bir kungina qo'noq bo'lishdi. Saharda 4 askarni qoldirib yo'lga otlanishdi. Ming-minglab odam aro Shuvalov bilan Asadulla g'oyibona ip bilan qattiq ulangan edi. Bu ishining uzilish oni yetdimi? Ajab. Hayotda yuzlab odamlar bilan tanishasan. Aksari chin do'stday tuyuladi, ammo ko'p vaqt o'tmay biron bir sabab bilan chetga chiqadi. Chin do'st topganingda u bilan umrning adog'igacha qolmoqchi bo'lganingda umiding rishtasi shart uziladi-yu, undan ajrab qolganingdan so'ng boshingni qaysi toshlarga urishni bilmay qolasan. Asadulla do'stga yetishdim deganda ham jisman, ham ma'nan ayriliqqa ko'p duch kelgan. Ana endi Hirotda Shuvalov uni yana bir ayriliq gulxaniga tashlab ketyapti. Xayrlashuv mahalida ortiqcha so'zlar aytilmadi. Amirning gapi esingizdami? Bizni qaldirg'ochga o'xshatdi, dedi Shuvalov. Qaldirg'ochning qismatida bahorning shiddatli shamollari, momaqaldiroqlarini ko'rish bor. Biz bo'ronlardan omon chiqib, bahorning chiroyidan ham bahramand bo'lishimiz kerak. Asadulla Hirotda qolganidan beri tundagi yolg'izlik azoblaridan qutula olmaydi. G'ulom Qodirning o'limga bunchalik talpinish sababini shunda aniq bildi. Dam-badam uni eslab, hayotning shafqatsizligidan fig'on chekdi. Yoshlik bilan gul chiroyini bir-biriga o'xshatadilar. Nedodki, ularning umri ham o'xshash, qisqa. Gul tez so'liydi, chiroyini yo'qotadi. Yoshlik esa ko'z ochib yumguncha o'tadi ketadi. Biroq shu qisqa davrning bemavrid uzilishi eng katta nohaqlik ekanini G'ulom Qodirning o'limi isbotladi. Ilgari faqat xotini, bolalari tunning mehmonlari bo'lishsa, endi G'ulom Qodir ba'zida Zikriyo afandi keladi. Go'yo ular bu dunyodagi armonlari, g'onlari, alamlarini Asadullaga meros qoldirganday. Asadulla oqshom tushishni yuragi bezillab qarshi oladigan bo'lib qoldi. Chunki oqshom qorong'ulik elchisi, qorong'ulik esa yolg'izlik boshlanganidan darak beradi. U kunni, nainki kunni, oylarni, yillarni orqaga surgisi, hammasini bir boshdan boshlagisi keladi. Buning imkoni yo'qligidan ezildi. Umr o'q, nishon esa o'lim. O'q iziga qaytmaganidek, vaqt sanoqli, qo'ldan ketgan baxt ham qaytmaydi. Yolg'izligi boshlanishi bilan ko'z o'ngida hamma yoq xira tortdi. Atrofda nido yo'q, faqat tor ko'kragidagi bandi yuragi behalovat tepadi. Ko'krak qafasini sindirib qochib ketishni, bu vujudni tark etgisi keladi. Armonlar tugamay kunduz tugaydi, ruhi titilib ketadi. Hammaga orom bera oladigan tun uni chetlab o'tadi. Orom ko'zlariga kela qolsa, tunning nafasi kipriklarni yuma qolsa bo'lmaydimi? Uyqu kela qolsa, halovat tushlarini bera qolsa bo'lmaydimi? Bu holda subhi damgacha qanday chidaydi? Har tun ahvol shu. Yaxshi hamki kunduz bor. Yaxshi hamki yumush bilan band. Vujudi parokanda bo'lib yurganida Hirotga Mamad Sharif keldi. Toshkent nafasini do'stlar salomini ola keldi. Asadulla uni quchoqlab qo'yib yuborsa, shu onning o'zida qochib ketadiganday anchagacha bag'ridan bo'shatmadi. Mamad Sharif uning ahvol ruhiyasini bilib, yelkalarini beozor siladi. Yuragimda og'ir tosh bilan qaytayapman, dedi u. Tuz haqqini o'taganimdan so'ng birga qaytamiz yurtga. Asadullaning baxtiga ular Hirotda 2 kecha kunduz qoldilar. Umrini yashab bo'lgan yaproqlarga hazin nuqsi urilgan oftobsiz rangpar kunda xayrlashadilar.
Asadulla noib lutfi bilan berilgan foytunda Mamad Sharif bilan suhbat qurib, Hirotdan picha uzoqlashganini sezmay qoldi. Foytunchi yigitning "Yuraveramizmi sohib" degan savolidan keyin xayrlashdilar. Foytun qaytishda ildamladi. Tosh yo'lda Foytun bir narsaga urildimi, yo tepadan katta tosh tushdimi, yo g'ildirak chiqib ketdimi, Asadulla bilmay qoldi. Avvaliga Foytunchi yigit baqirib yubordi, so'ng hammasi ag'dar-to'ntar bo'lib ketdi. Asadulla nazarida qattiq yerga yiqilmay, bulut ustiga tushganday suzib yurganday edi. Osmonni o'rkach hoshiyalari qoramtir bukri bulutlar egallab olgan bir o'rkachada u o'tiribdi. Birda xotini, bolalari: "Ehtiyot bo'ling, tushib ketmang", deydi xotini. U o'sha o'rkachga o'tmoqchi bo'ladi. Oyoq ostiga qarasa tubsizlik. "To'xtang dadasi, to'xtang", deydi xotini. "Biz o'zimiz o'tamiz. Biz tushib ketmaymiz, uchib yuramiz". "Dada, qarang, qaldirg'ochlar kelibdi", deydi katta o'g'li quvonib. Qaldirg'ochlar dumi ayri, beozor qushlar bulut bag'ridan o'qday otilib chiqib charx uradi, vijir-vijir qiladi. Qaldirg'och osoyishta xonadonga im qo'yadi, deydilar. Haq gap. Ularning xonadoni osoyishta edi. Uyini yondirishdi. Qaldirg'ochni qo'shib yondirishdi-ya? Yo'q, qaldirg'ochlar uchib ketib jon saqlashgandir. Boshqa osoyishta xonadonga uy qurib olishgandir. Uning xotini, bolalari ucholmagan. "To'xtanglar, yiqilib tushasizlar", deb baqirdi Asadulla. Ular eshitishmay yura boshladilar. Asadulla jon holatda ular tomon yurdi. Bulut o'rkachidan tushib ketdi. Yuragi shuvillab, tubsizlik chohiga qulayotganda, qaldirg'ochlar uni ushlab qolib, yana yuqoriga ko'tarishdi. Bulutlar ustida endi hech kim yo'q edi. Bulutlar tepasida quyosh beg'ubor nur sochardi. Qaldirg'ochlar quyosh otashidan qo'rqmay tobora yuksakroq uchardilar. 1985-yil. Bir-ikki so'z. Alhamdulillahkim, nihoyat so'nggi nuqta qo'yildi. Ko'p yillar davomida men bilan birga bo'lgan, izlab topganim, eshitganim, voqealar, taqdirlar qog'ozga tushdi. Yelkamdagi og'ir tog' quladi-yu, vujudim bo'shab qolganday bo'ldi. Odatda yozuvchi asarga xotima yozib izohlar bermaydi, ammo bu asarni yozish uchun qo'lga qalam olishim sabablarini aytib o'tishim lozim. 1978-yil edi. Atoqli siyosiy arbob, ma'rifatparvar, o'zbek teatrining asoschilaridan biri Abdulla Avloniy tavalludining 100 yilligi arafasida Guliston jurnalida xizmat qilar edim. Bosh muharrir o'rinbosari Vahob Ro'zmatov menga bir surat ko'rsatib, Afg'onistonga borgan birinchi elchilar delegatsiyasi. Bu odam Abdulla Avloniy. Mana bu ayol hayotbaxsh o'limdagi komissar ayolning prototipi. Larisa Reysner degan taxmin bor. Shuni aniqlash kerak, dedilar. Abdulla Avloniyning uylariga bordim. Qizlari Toshkent pedagogika institutining dotsenti Hakima Avloniy, injener-irrigator fan kandidati Karima Avloniy, o'g'illari kimyogar olim Kenja Avloniy, shogirdlari Jumhuriyatda xizmat ko'rsatgan muallim Mirjalil ota Karimov bilan uchrashdim. Shu masalalarni aniqlash uchun Moskvaga otlanganimda dadam Malik Xobil o'g'illari maqsadimni bilib, "Avloniy bizni o'qitganlar", deb qoldilar. O'rta Osiyo millatlari harbiy maktabi bitiruvchilarining suratini qo'lga oldik. Bolalik chog'larimda 100 martalab tomosha qilgan suratda tanish chehrani ko'rdim. So'ng tog'am Mirza Kalon Ismoiliyga niyatimni aytdim. "Avloniymi? Bizni o'qitganlar u kishi. Qarangki, menga faoliyati noma'lum bo'lgan odam, oilamiz kattalariga ustozlik qilgan ekanlar". O'sha suhbatda tog'am o'zbek ziyolilarining taqdirini yozish kerak, deb qoldilar. Bu istak yuragimga cho'g' soldi. Kutubxonalardagi SSSR Tashqi ishlar vazirligining noyob hujjatxonalaridagi izlanishlar ortda qolib, shu asar vujudga keldi. Asar garchi Abdulla Avloniyga bag'ishlangan, unga shoirning hayotidagi ko'p voqealar kirgan bo'lsa-da, u Avloniy tarjimai holi sifatida bitilmadi. Kamina Asadulla Miralam
siymosida o'zbek ziyolilarining eng yaxshi fazilatlarini jamlashga, shuningdek, oktyabr to'ntarishidan keyingi adashishlarini bayon etishga harakat qildim. Bolsheviklar o'zbek ziyolilari va shariat peshvolari orasidagi ixtilofdan ustalik bilan foydalanganlar. Ularni ayri-ayri sohillarga tashlab, so'ng birma-bir qirib yuborganlar. Tarixning bu mash'um sahifalari bugungi avlod uchun ibrat bo'lmog'i lozim. Mazkur asar tog'amning vasiyatlarini bajarishda 20-asr boshlaridagi o'zbek ziyolilarining murakkab va fojiali taqdirlarini tasvirlashda dastlabki qadamdir. Uni shogirdning ustozlariga ta'zimi, minnatdorligi sifatida baholashlaringizni istar edim. O'qiganingiz bu asar Alisher Navoiy, Mirzo Bedil, Mirzo Bobur, Rabindranath Tagore she'rlari qatorida Abdulla Avloniyning she'rlari, hikmatlari, xotiralaridan ham foydalandim. So'zim oxirida muhtaram o'quvchiga men bilan birgalikda yaqin o'tmishga safar qilganlari uchun rahmatlar aytaman. Muallif